sizni joyingiz. Mana shu yerda yotaveradilar, amaki. Mana shu yerda yotadi nima? Men ustimga yotarmidi? Yaxshimiz amaki? Kasalman. Ay. O'jiya. Turib derzani qiyaqib qo'ygan xonasi ketdi. Jiyan, bo'lmadi, belgi urib yubordi, yopib qo'yaver. Amaki ukalingiz vaqti bo'ldi, ovolasiz. Dori tugadi-yu. Jiyan, bor, dorixonaga chiqib ket. Biz havas yotibmiz, biz tuzalgan kelganmiz yo'q. Mana shu o'yinga tushirdi xizmatini qilaman. Mana uni ham o'sirga olib chiqib ketasizmi? O'sha tarafga ketyapsiz ekan. Opa, yaxshimisiz? Tuzalib qoldingizmi? Qani, besh tashlang. Hoppa. Ashqobog'da urug'i bormiz, ha? Dadang yaxshimi? Opa, bu sevinchga chaqqan adashma-dash topaylik. Yerga chaqib olavering. Ana aka shipirib tozalab qo'yarlar. O'zi qilmagan shu cho'qoldi uka. Chaqaver. Xolasang pampersini almashtirib qo'yaman. Sen nima yosh bolaga do'q qilyapsan? 4 choy damlab kel. Hozir. Ajiya. Tog'a, vaqtingiz bo'lsa olib keta olmaysizmi? Ha, banisa dedingmi, tuzaldingmi? Ha, pashta tuzaldim. Ha, yaxshi bo'pti-da. O'tinlarni chirdikka olib, quduqqa olash kerak edi. Hozir boryapman, tayyor bo'libdi. Rossiyadan turib O'zbekistonga biz komissiya yubor ilovasidan pul jo'natsangiz, yangi yilga uyingizga eng kerak bo'ladigan ro'zg'orbop sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Televizor, kir mashina, pilisos, mikrovalnovka, telefon, pul yutuqlari. Ilovani yuklab oling, bitta sinab ko'ring. Alo, Yaltiroq taksi eshitadi. Assalomu alaykum. Navoiy masjidga taksi jo'natib yuboring. Navoiy masjid katta joyi yo'q, qayerga jo'natib yuboraylik uka? Domla tugashiga, mahalla boshlanishiga do'kon tagida turibman. Yaxshi, bunday qilamiz. Shopirda o'zi sizga telefon qiladi, o'zlaring topishib olasiz. Hop. Navoiy taksi chaqirgan ekansiz. Sakrashida turaverim. Qattiq uka. Ha, mahalla boshida do'konga chaqirdim. Qarang, siz turgan joyda domda nomeri yo'qmi ekan? Aka yo'q ekanda, ana shu. Birorta renter bering, topib borgani. Aka do'konda ro'parasi so'y turibdi, aka. Bo'lmasa 31-marta ko'chasida ekansiz. Sen shuni varra aytmaysizmi? Ha, aka shunaqa bo'lsa kerak. Kelavering. Do'kon tagiga keldim, qani siz? Aka, men tashqarida turibman, yarim soatdan beri sovqatsiz boshqa do'konda asish kerak. Ukajon, ammo odamni vaqti ovora qildingiz. Aka, sizga yana bitta renter aytaymi? Do'konni yonida 3 ta tolva yonma-yon. Yo'q, qo'yib qo'ydimi? Avval shopirlarga bitta renter aytsang to'g'ri kelardi. Hozirga mana to'nka shopir 3 ta renter aytsam to'g'ri kelolman. Ha, to'nka. Aka, sizdan oldin tungi shopirga uchrab qolgan ekanman. Umuman joyim to'g'rilman. Yarim soat sovuqda kutdim aka, keyin Yandex chaqirib yubordim. Men ham senga bitta zo'r voqea beraymi? Yarim soat oldin bitta to'nka kelin, turgan joyini bilmas ekan. Rosa ovora qildi meni. Keyin men ham yaltiroq taksiga o'chirib yubordimda, Yandexni ulab oldim. O'sha sizmi desam aka? Mana sen olaymi? Ha, Tayyor yo'q, nima deyapsan yosh bola bitta. Mana ho'kizga ham bilyardxona issiqligini aytaylikmikan, ha? Yech ko'rgan, ha? Bu sportivga bo'ldi. Yangilikni zo'ri bor eshitdingmi? Soatini 35 ming qilib yuborishibdi. Eng qizig'i 1 yil shunaqa narx ekan. 26-yilgacha 35 ming ekan. olib kelgiydi manaqa axborot. Qani mana bitta qizil tosh. Men qayerdan bilaman, anata turuvdi-ku hozir. Sovuqda tashqariga chiqib suv olib kelish ham shart emas. Hamma narsa mana shu yerda bor ekan. Borsan ko'chaga chiqib adresini ayt, o'yin yalar qilyapsan. Topdingmi qizil toshni? Qo'yib yuboring aka. Akalar unaqa qilmanglar, o'g'riydi aka. Hech nima qilmaydi. O'zingni bo'sh qo'y.